Bu galgi videomiz o'zining pasportiga ega bo'lgan eng qadimgi inson Misr fir'avni Ramzes II haqida. Diqqat! Pasport ma'lumotlarini e'lon qilaman. Faqat nomga kredit rasmiylashtirmasangiz bas. 1974-yilda olimlar Ramzes II ning mumiyosini ilmiy tekshirish uchun Fransiyaga olib borishga qaror qilishadi. Ammo Fransiya qonunlariga ko'ra, mamlakatga kiradigan har qanday shaxs, hatto marhum ham pasportga ega bo'lishi kerak edi. Shu bois Misr hukumati Ramzes II uchun rasmiy pasport tayyorlab beradi. Hujjatda uning kasbi sifatida vafot etgan qirol deb yozilgan edi. Ramzes II Parijga kelganida uni hurmat bilan kutib olishadi. Shunday qilib, o'limidan 3200 yil o'tib ham o'z pasportiga ega bo'lgan yagona inson sifatida tarixda qoldi. Siz nima deb o'ylaysiz? 3200 yildan keyin siz haqingizda ham hujjat chiqarishadimi? Fikrlaringizni kommentariyada yozing. Tarixiy voqelikni yangi uslubda ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling.